Akalar, hormanglar, hamma yaxshidan oldimi? Xudo xolasa mana zaminda yog'ay turgan qorni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bugun akalar 18-dekabr payshanba kuni mana Xudo xolasa yog'ay turgan qor mana akalar. Mashalloh akalar Allohning qudrati bu ham bir mo'jiza akalar bilan qaranglar osmondan oppoq shu narsa yog'iladi. Qaranglar mana Xudo xolasa. Akalar buni ko'rib bitta like bosib ketish esdan chiqmasin. Tanishlarga, do'stlarga, qorga borolmay turganlarga yuborib qo'yasizlar Xudo xolasa. Havoni tozaligini qaranglar, havoni tozaligini. Mana archani qaranglar, egilib ketgan bu. Archaga Alloh kuch-quvvat bersin. Mashalloh deyishdan boshqa gapni ayta olmaymiz